Dikşene devam ötendeş. Bugün çislak 2022 yıl 5. ayının 13. günü vatandaşın. Mavzu mundak. Bu xel yavayi hareketler, yavuzane hareketler toxtuluşu gerek. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Tamlantos kishilik huquq komiteti Jungoning odamning ichki a'zolarini majburiy kesib olish to'g'risida guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Yaqinda Yevropa parlamenti bu to'g'rida nayt chiroyli ko'rdingizmi? Hozir bu hamma keng so'zlayli guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Mavzuli xabar 5. ayning 13. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Tamlantos kishilik huquq komiteti haftaning 4. kuni 5. ayning 12. kuni Jungo hukumatining odam ichki a'zolarini majburiy kesib olish to'g'risida jiddiy oldin qisab guvohlik berish va guvohlik olish yig'ini o'tkazdi. Mutaxassislarning va bu ishni boshidan kechirganlarning guvohligini angladi. Bu guvohlik berish yig'iniga riyosatchilik qilgan Avom palata a'zosi Chris Smith mundaq ko'rsatdi. Jungo bu yovuzlarcha harakatini darhol to'xtatish kerak. Tamlantos kishilik huquq komitetining o'rtaq raisi Chris Smith guvohlik berish yig'ini ochilganda mundaq ko'rsatdi. Jungo hukumati xalq a'lo degan siyosatda cho'ntirimiz deydi. Biroq Shanxayda elib berilayotgan nolgacha tozalash siyosati ostidagi misollar bizga shuni ko'rsatib berdiki, Jungo Kompartiyasi bu 100 yildan beri, ya'ni bir asrdan beri xalq degan ismni kayniga tashlab keldi. Kishilik huquqning umumiylik prinsipini ostin-ustin qilib o'tdi. Hech nimadan tap tortmay, balki vahshiylarcha xalq degan ismni maqsadga yetishning vositasiga, quroliga aylantirdi. Chris Smith yana mundaq ko'rsatdi. Odamning vijdonini azoblaydigini, ichki a'zo ko'chirish ehtiyojini qondirish uchun davlatning dushmani deb qoralangan odamlarni o'ldirish, nəhayət uçuq cəzalaş şəkli bulubla qalmasdan əməliyyatda bir xil irq yoxduş, qural və vasitəsidir. Bu iş dövlət tərəfindən qarşı edilməydi deyə qaralğan azsallıq millətlərini yox tutuşni məqsəd qılıdı. Chris Smith dəl cayıda qoyubdu. İçki əza köçürüş, əməliyyatda öldürüb tügütüş, cəsədki aylandırış, içki əzanı elib pulğu dollarga aylandırış. Bugün bu guvohlik berish yig'ini ochilishdan bir ay burun Avstraliya Davlatlik universitet siyosat fanlari doktori Matthew Robertson Australiya doktori Jacob Lowy bilan hamkorlashib Amerika tibbiy jurnalida a'zo ko'chirish jurnalida e'lon qilgan tasdiqdan o'tgan dokladida ichki a'zolarini ko'chirishga aloqador Jungo tibbiy olimlarining maqolasini ko'rgandan keyin mundaq hisobladi. Jungo doktor sestralar tibbiy o'lcham va tartiblarga amal qilmay yoki meningcha harakat faoliyatini to'xtatmay turiblar bu odamning ichki a'zolarini kesib oladi. Yaqin meni o'lmay turib yoki o'lim hodisasi menida ko'rilmay turibdi, hayot deganga. Hayot odamni o'ldirib, uning ichki a'zolarini elib oladi. Matthew Robinson mundaq ko'rsatdi. Yaqindan beri Xinjiangda, mustamlik Uyg'uristonda yangi siyosiy mahbuslarni zo'r ko'lamda nazarband qilgandan keyin sistemalar qoldi qon tekshirish ve biyologiyalik nazorat qilish boshlandi. Bu hozir intayin keskin masalaga aylandi. Ular mana shunday shakllik odam o'ldirishning ziyonkashligiga uchraydi. Ya'ni Uyg'uriston, mustamlik Uyg'uriston nazarband qilingan odamlar mushu shakllik ziyonkashlik qilishga uchraydi. Ichki a'zolarini kesib olish shakllik ziyonkashlikka uchraydi.